Hammaga salom do'stlar. Bugun ikkinchi qism ichidagi narsalarni aniq ko'rsataman. Uning uchun siz podpiska bosing. Bosdingizmi? Endi esa like bosing. Bosdingiz, endi esa kommentariya yozing. Xo'p, unday bo'lsa boshladik. Tarararam. Tarararam. Mana shunaqa asal bo'lgan krabikchalar hamda rezinka. Ziraklar yasash uchun mana shunaqa nabor. Mana shunaqa ajoyib bo'lgan obodokchik. Trenda bo'lgan rezinachikalar. Mana shunaqa asal bo'lgan krabikchalar. Taroq. Penalimga hamda papkamga mos keladigan mana shunaqa blokirovkaga qilingan qulfchalar. Trenda bo'lgan mana shunaqa krabikchalarimiz va yana trenda bo'lgan rezinkalarimiz. Rezinkada bo'lgan banskimiz va oxirgisi yana mana shunaqa lova ko'rinishda bo'lgan rezinkamiz. Endi bo'ldi, ko'rishdan keyin podpiskani bosish kerak-da. Unaqa emas-u. Mana olgan narsalarim shular bo'ldi. Yoqgan bo'lsa podpiska, yana bir marotaba aytaman, podpiska bosinglar. Iltimos, menga juda muhim sizlarning podpiskalaringiz.